ITni yangi neft deyishadi. Faqat uni cho'lda emas, balki notebooklar yordamida qazib olishadi. Bugun bizning mehmonimiz raqamli texnologiyalar vazirining birinchi o'rinbosari Oleg Pekas. Assalomu alaykum. Oleg Andreyevich, bugun O'zbekiston raqamli iqtisodiyotga faol sarmoya kiritmoqda. Agar kengroq qaraydigan bo'lsak, mamlakat global IT ekotizimda qanday o'rin egallashni istaymiz? Iste'dodlar fabrikasi, xizmatlar eksportchisi yoki o'z texnologik mahsulotlarini yaratuvchi sifatidami? Menimcha bu masalalarni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Chunki faqat bittasini tanlash unchalik to'g'ri emas. Xizmat ko'rsatish bu tez natija beradigan oson yo'nalish. Bu KPO, ya'ni biznes jarayonlar outsourcingiga taalluqli. Masalan, kontakt markazlarida odamlar masofadan turib ishlashi, turli xizmatlar, jumladan buxgalteriya xizmatlarini masofadan ko'rsatishi mumkin. Bu yo'nalishda kadrlarni tayyorlash ko'p vaqt talab etmaydi. Shuning uchun aholini ish bilan ta'minlash masalasida tezkor natijaga erishish, buni parallel ravishda amalga oshirib, ko'plab fuqarolarimizni qamrab olish mumkin. Albatta, odamlar IT sohasida ishlab, kasbiy malakasi o'sib boradi va keyingi bosqichga KPO, Knowledge Process Outsourcing, ya'ni bilimlarga asoslangan outsourcingga o'tadi. Bu esa odamlarga, masalan, shartnomalar tayyorlash, qo'shimcha tillarga tarjima qilish kabi xizmatlarni masofadan ko'rsatish imkonini beradi. Bizda masalan sug'urta polislari va sug'urta holatlarini kuzatib borish bilan shug'ullanadigan jamoalar, hatto to'liq yuridik jamoalar bloklari ham mavjud. Bu bilim va ko'nikmalarni shakllantirib bo'lib, shundan keyin esa ularni masofadan taqdim etish bosqichidir. Geografik joylashuvimizni hisobga olsak, bu juda muhim. Bu yerda ham tezkor natijalar bor, ya'ni ma'lum bir tushuncha mavjud. Bundan tashqari alohida yo'nalish bor. Odamlar yurtimizda yashab, masofadan xorijiy IT kompaniyalar uchun ishlaydi. Bular frilanserlar. Bu ham juda yaxshi yo'nalish, chunki odamlar boshqa bozorlardagi shakllanib bo'lgan jamoalarda ishlab, korporativ madaniyatni, ish odobini, global ehtiyojlar va talablarni tushunib yetadi. Ular odatda katta, hamjihat jamoalarda muayyan loyihalar ustida ishlaydi. Bu ham juda katta tajriba. Ular daromad topadi va ko'nikmalarini rivojlantiradi. Keyinchalik ko'pchiligi yollanma ishdan charchaganda, orasida shundaylar ham chiqadiki, kattaroq marra olib, o'z mahsulotlari va o'z jamoalarini yaratishga o'tadi. Bizda bu sohaga alohida e'tibor qaratilgan. Bu startap ekotizmi bo'lib, davlat tomonidan venture fondlari qo'llab-quvvatlanadi. Bizda venture moliyalashtirish yo'lga qo'yilgan. So'nggi 2 yil ichida muhtaram prezidentimiz qo'llab-quvvatlashlari tufayli venture kapital bir necha barobarga o'sdi. Bugungi kunda bu jamg'armalar, shu jumladan sarmoya kiritilgan kompaniyalarning venture bozori hajmi 4 milliard dollarga yetdi. Ya'ni keyinchalik aynan shu insonlar katta mahsulotlarni yarata boshlaydi. Global miqyosda ommalashadigan mahsulotlar yaratadigan odamlarni zudlik bilan tayyorlab bo'lmaydi. Buning uchun tajriba va tushuncha kerak. Bular bir-biridan ajralmas jarayonlardir. Masofaviy xizmatlardan boshlanadigan birinchi bosqich ko'plab fuqarolarni ish bilan ta'minlash imkonini beradi va ularning asta-sekin shu zina bo'ylab o'sishiga sharoit yaratadi. Keyingi bosqichda esa xorijiy kompaniyalar va jamoalar bilan ishlash orqali odamlar professional jihatdan o'sadi. Jarayonlar dunyo miqyosida qanday ishlashini tushunadi. Shundan so'ng ular o'zimizga xos mahalliy o'zbekcha yechimlarni yaratishga o'tadi. Bu yechimlarni global darajada ham, o'z startaplarni barpo etishda ham qo'llasa bo'ladi va karrasiga o'sish ko'rsatkichiga erishish mumkin. Ya'ni biz bugun yagona tizim haqida gapiryapmiz, to'g'rimi? Ha, yagona tizim. Ushbu yo'nalishlarning bir-birini qo'llab-quvvatlash muhim va ular iste'dodli odamlarni saralab olish uchun katta oqim yaratadi. Shunda ular o'z mahsulotlarini rivojlantira oladi. Bu bir-biridan ajralmas jarayonlar. Bu oqim bugun O'zbekistonda haqiqatdan ham samarali ishlayaptimi? Agar men yo'q desam, bu g'alati bo'lar edi. Albatta ha, va bu oqim juda katta. Yaxshiyamki bizda bu oqim juda keng. O'zingiz bilasiz, aholimizning 60% dan ortig'i 30 yoshdan kichik yoshlardir. IT yo'nalishi esa maksimal darajada ommalashgan bo'lishi juda muhim. Chunki har qanday sohada kompyuterdan ishonchli foydalanish qobiliyati zarurdir. Dunyo ma'lumotlar iqtisodiyoti tomon harakat qilmoqda. O'zbekiston ma'lumotlarni tabiiy boyliklar bilan bir qatorda strategik resurs maqomida qabul qilishga tayyormi? Va sizningcha bundan asosiy manfaatdor tomon kim bo'ladi? Davlatmi, biznesmi yoki fuqarolar? Juda yaxshi savol. Haqiqatan ham shunday. Raqamli ma'lumotlar kun sayin qimmatlashib bormoqda. Ayniqsa ularning hajmi keskin ortib borayotgani inobatga olinsa. Biz aqlli uzuklar, aqlli soatlar taqamiz. IT keng miqyosda rivojlandimi?
IT keng miqyosda rivojlanmoqda va dunyo har birimiz haqida tobora ko'proq ma'lumot to'plamoqda. Odatlarimiz va boshqa ko'plab jihatlar virtual dunyoga ma'lum. Eng avvalo, bu ma'lumotlarning egasi fuqaroning o'zi. Bu juda muhim. Agar ma'lumotlar fuqaro uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega bo'lmasa va ularning egasini shaxsiga aniqlik kiritilmagan bo'lsa, baribir birinchi o'rinda fuqaro turadi. Fuqaroga hech qanday holatda zarar yetkazmasligi kerak. Davlat ham hech qanday sharoitda muayyan fuqaroning ma'lumotlari egasi bo'la olmaydi. Binobarin, qandaydir tarzda zarar yetkazilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan fuqaroning shaxsiy ma'lumotlariga taalluqli holatlar haqida gap ketganda, men tibbiy ma'lumotlarni, masalan, insonning tashxislari kabi muhim ahamiyatga ega ma'lumotlar, identifikatsiya qilishga oid ma'lumotlar yoki uning aloqa raqamini nazarda tutyapman. Bunda misol uchun aloqa ma'lumotlarini ruxsatsiz qo'lga kiritgan odamlar uning egasini qo'ng'iroqlar bilan bezovta qilishi mumkin va hokazo. Ya'ni insonga qandaydir tarzda zarar yetkazishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlarning egasi bu fuqaroning o'zidir. Ma'lumotlar masalasida bizda 5 ta yagona identifikator mavjud bo'lib, ular orqali barcha tizimlarni yagona platformaga bog'laymiz. Bu jismoniy shaxsning JSHIR, yuridik shaxsning NNS, avtotransportning VIN raqami, geokod va kadastr raqami. Ana shu ma'lumotlarsiz, masalan, ko'chmas mulkni turli tizimlarda aniq identifikatsiya qilish juda qiyin. Davlat barcha tizimlarda bu ma'lumotlar yangilanib borilishi va yagona bo'lishi, tarqoq bo'lmasligini ta'minlashga qaratilgan siyosatni yuritishi muhim. Shundagina uzluksiz va proaktiv xizmatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish hamda xizmat ko'rsatish mumkin bo'ladi. Vazirligimizning asosiy missiyasi raqamli texnologiyalar va raqamlashtirish orqali fuqarolarimizning hayotini yanada farovon va qulay qilishdir. Asosiy vazifamiz aynan shu. Va yanada qulayroq. Albatta, agar avval ko'chmas mulk obyektini rasmiylashtirish qanchalik qiyin bo'lganini eslasak, ya'ni har bir bazaga alohida kirib, o'zingizni identifikatsiya qilib, turli hujjatlarni, masalan, qarzdor emasligingiz haqidagi ma'lumotnomani olishingiz kerak edi. Men o'zim ham eslayman. Bu juda qiyin jarayon bo'lgan. 5 ta yagona identifikator paydo bo'lganidan keyin biz kadastr raqamini har bir hisobga olish qurilmasi bilan bog'lab identifikatsiya qilamiz. Va bu yerda qarz yo'q, bu yerda hammasi yaxshi, barchasi joyida deyishimiz mumkin. Hech qayerga borishga hojat qolmaydi. Ya'ni bu ham vaqt, ham resurslar tejalishi va shunchaki qulay hayot, shundaymi? Shunchaki qulay hayot. Bunday misollar juda ko'p. Agar eslasangiz, avval notarial idoralarda katta navbatlar bo'lar edi. Pasport olishda ham katta navbatlar bo'lar edi. Masalan, 2013-yilda biometrik tizimga o'tayotgan paytimizda pasportlarni olish juda uzoq davom etar edi. Aytgancha, dunyoda ichki pasportlarda to'liq biometrik tizimga o'tgan davlatlar juda kam. Ya'ni murakkab o'tish jarayonini yakunladik. Hozir bizda fuqarolarning biometrik bazasi mavjud. Endi SIM karta olish uchun ham, bank kartasi olish uchun ham ma'lum bir joyga borish shart emas. Bu ham noqulay edi. Biz bank kartasi yoki virtual qo'lda olib yurilmaydigan karta bo'lsa ham baribir qayergadir borishimiz kerak bo'lar edi. Endi esa insonni bazadagi ma'lumotlar bilan solishtirib, uni shu orqali aniq identifikatsiya qilish mumkin. Hammasi ancha soddaroq, yengilroq va yaxshiroq bo'ldi. Ya'ni buning barchasi inson manfaatlari uchun, to'g'rimi? To'g'ri. Mana shu identifikator vazifasini bajaradigan ma'lumotlar davlat mulki hisoblanadi va davlat ularni doimiy ravishda yangilab boradi, toki barcha axborot tizimlarida ushbu ma'lumotlar dolzarb bo'lsin. Bu masalaning bir tomoni. Ikkinchi tomoni, biznesga ham ushbu ma'lumotlar yordamida qulayliklar yaratish kerak. Chunki misol uchun, ma'lumotlar davlat organlarida bor, biznesda esa, masalan, fuqaro sug'urta polisini olish uchun xususiy tashkilotga kelganda, bu ma'lumotlar yo'qligi sababli mingta ma'lumotnoma taqdim etishga to'g'ri keladigan vaziyat yuzaga kelmasligi kerak. Shunday ekan, biznes uchun alohida platforma yaratilgan. Ular unga ulanib, bu ma'lumotlarni oladi, bu esa siz uchun qulaylik yaratadi. Aytishim kerak, hozir elektron hukumat portalida siz o'z ma'lumotlaringiz kim tomonidan, qaysi maqsadda so'ralganini ham ko'rishingiz mumkin. Oddiy fuqaro nuqtai nazaridan qaraganda, shaxsiy ma'lumotlar qandaydir tarzda sizib chiqishi yoki boshqalar tomonidan ishlatilishi mumkinligidan xavotirlanish kerakmi? Mamlakatimizda axborot xavfsizligi siyosati olib borilishi tufayli odatda bir nechta identifikatorlar qo'llaniladi. Ya'ni mablag' o'tkazishda majburiy bo'lgan himoyalangan SMS kod. Bu birinchi bosqich. Ikkinchisi login va parol orqali identifikatsiyadan o'tish. Ko'plab xizmatlar esa elektron raqamli imzo orqali tasdiqlanadi. Demak, bu yerda yoki 2 faktorli yoki 3 faktorli identifikatsiya qo'llaniladi. Biz odatda chet elga dam olishga chiqmoqchi bo'lganimizda va turfirmaga pasportimizni berganimizda ham xavotirlanmaymiz-ku. Biz iltimos, bilet olib bering, mehmonxona band qilib bering, hammasini tayyor qilib bering deb pasportimiz nusxasini turli mamlakatlarga yuboramiz. Chunki ushbu nusxaga ega bo'lib, undan foydalanib, insonga jiddiy zarar yetkazish deyarli mumkin emas. Biz ham ko'p shunday qilamiz. Shuning uchun bu keng tarqalgan amaliyotga aylangan. Albatta, ayrim holatlarda ehtiyot bo'lish kerak. Lekin eng yaxshisi 2 yoki 3 faktorli identifikatsiyadan foydalanishdir.
Shunda agar firibgar sizning hujjatingizdan birini yoki 5 qator shaxsingizga oid ma'lumotni qo'lga kiritsa ham, u baribir hech narsa qila olmaydi. O'zbekiston elektron hukumat va raqamli infratuzilmani faol rivojlantirmoqda. Shunday ekan, keyingi qadam qanday bo'ladi? Davlat platforma konsepsiyasi tanlanadimi yoki davlat servis? Bu ham ancha murakkab savol. B2G nuqtai nazaridan, ya'ni vazirliklar o'zaro hamkorlik qilganda davlat platforma sifatida modelini tanlash kerak. Ma'lumotlarni taqdim etish va almashish bo'yicha aniq platforma bo'lishi lozim, toki bu jarayon qulay, shaffof bo'lsin va fuqaro barcha zarur xizmatlarni olish imkoniyatiga ega bo'lsin. Aholiga xizmat ko'rsatish nuqtai nazaridan esa davlat servis sifatida yondashuv qo'llaniladi. Lekin bu yerda ham davlat har doim ham barcha xizmatlarni eng a'lo darajada mustaqil bajara olmaydi va bu shart ham emas. Biz davlat xizmatlaridan super app yasamaymiz. Biz barcha davlat xizmatlarini qo'shimcha ravishda ommalashgan platformalar, mobil ilovalar va servislarga ham integratsiya qilamiz. Ya'ni ushbu xizmatlardan faqat PMI, Click, bank mobil ilovalarida emas, shuningdek aloqa operatorlarining ilovalarida ham foydalanish mumkin. Agar kimdir ma'lum bir to'lov tizimiga o'rganib qolgan bo'lsa, xizmatlarni ham o'sha yerda olsin. Biz uchun eng muhimi davlat har bir insonning telefonida va qurilmasiga kirib borishi va bu unga qulay bo'lishi. Biz bu xizmatni olish uchun albatta mana shu ilovaga kiring demaymiz. Shunday yondashuv ish beryapti ham. Biroq ba'zan ayrim davlat organlari o'zlarining alohida mobil ilovasini yaratib, faqat shu dastur orqali xizmat ko'rsatishmoqda va barcha odamlar ularning ilovasiga ulanishini istash holatlari ham uchraydi. Bu esa deyarli super appga o'xshab qoladi. Lekin hurmatli prezidentimiz tomonidan bir necha bor ta'kidlanganki, davlat xizmatlarini maksimal darajada shaffof qilish kerak va hech kim super app qurmasligi, takrorlanuvchi tizimlar yaratmasligi kerak. Yanada yomoni, faqat bitta tizim orqali xizmat ko'rsatilib, monopoliyaga o'xshash holat yuzaga kelishiga yo'l qo'yilmasligi lozim. Demak, o'z xizmatlarini yanada faol va sifatli ko'rsatish uchun o'z mobil ilovalarini joriy qilayotgan turli idoralar o'rtasida biror turdagi raqobat ham bormi? Raqobat bor, lekin vazirliklar va idoralar o'zlarining alohida mobil ilovalarini yaratishi to'g'ri yo'l emas. Chunki bu faqat ularga tegishli. Masalan, ular ilovalarni qo'shimcha ravishda yaratishi mumkin. Lekin masalaning juda muhim jihati shundaki, bu xizmatlar elektron hukumat tizimida ham bo'lishi va siz uchun qulay bo'lgan barcha tizimlar ham paydo bo'lishi kerak. Ma'lumki, O'zbekistonning IT xizmatlari eksporti qariyb 1 milliard dollargacha o'sdi. Sizningcha, keyingi katta marra 5-10 milliardga chiqishga nimalar to'sqinlik qilmoqda? Kadrlarmi, brendingmi yoki infratuzilmami? Bu komponentlardan faqat bittasini alohida qo'llab muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Masalan, faqat infratuzilmaga tayanilsa, agar biz 10, 20, 50 milliard dollar sarmoya kiritsak ham, birinchi navbatda bu infratuzilmaga xizmat ko'rsatadigan kadrlar yetishmasligiga borib taqalamiz. Ikkinchi tomondan esa yana ham muhimroq cheklov. Bu infratuzilmani iste'mol qiladigan mijozlar, ya'ni shu yerdagi IT kompaniyalar. Shuning uchun ham bu tizim bir-biri bilan bog'liq. Agar biz IT Park rezident kompaniyalari sonini, O'zbekistondagi frilanserlar va sertifikat olgan mutaxassislarning ko'payishini hamda infratuzilmani birga qarasak, bu uchta o'zaro bog'liq o'sish omilidir. Ular bir-biri bilan parallel ravishda rivojlanadi. Shuningdek, kompaniyalar ham bir-birini tortib, ekotizimni kengaytiradi. Bugungi kunda respublikamizda 3,5 mingdan ortiq IT kompaniya faoliyat yuritmoqda. Agar 2016-yil bilan solishtiradigan bo'lsak, o'sha paytda eksport hajmi 600 ming dollar bo'lib, bor yo'g'i 70 taga yaqin kompaniya bor edi. Hozir esa har oyda o'rtacha 70 ta kompaniya kelib faoliyat boshlayapti. Ular orasida xorijiy kapital ishtirokchilari ham bor. Xorijiy kapital ulushi katta bo'lgan kompaniyalar salmog'i ham yuqori. Chet el kompaniyalari O'zbekistonga kelganda asosan iste'dodli yoshlarga qiziqishadi. Ya'ni ularni infratuzilma unchalik qiziqtirmaydi. Bozorimiz ham dunyo miqyosida katta emas. Ularni asosiy qiziqtiradigan masala iste'dodli yoshlar va bu yerdagi IT kompaniyalar uchun berilgan preferensiyalar, imtiyozlar. Ular shu yerga kelib kadrlarni jalb qiladi va odatda oldindan tayyor buyurtmalar bilan kelishadi. Turli davlatlardan tushgan loyihalar ustida ish boshlaydilar. Tayyor portfel bilan. Ha, ular tayyor buyurtmalar portfeli bilan kelishadi. Chet el kompaniyalarining ko'pchiligi ichki bozorga unchalik umid bog'lamaydi. Chunki tahlillarga ko'ra, bizning ichki IT mahsulotlar bozorimiz dunyo miqyosi bilan solishtirilganda katta emas. Ular asosan iste'dodli yoshlar bilan ishlash uchun kelishadi. Bu masalada endi ularga joylardagi infratuzilma ham kerak bo'ladi. Mahsulotlarini sinovdan o'tkazish uchun tajriba qumdonlarini yaratish, o'z loyihalarini rivojlantirish va servislarni taqdim etish uchun sharoit zarur. Mana shu 3 ta komponent, infratuzilma, kadrlar va kompaniyalar bir-biri bilan uyg'un ravishda harakat qilishi kerak. Agar tarixiy rivojlanishga qarasak, bizda doim ushbu yo'nalishlarni har birini rag'batlantiradigan tashabbuslar ilgari surilib kelingan va bu juda nozik sozlanadigan tizim.
Hurmatli prezidentimizning uzoqni ko'zlagan siyosati tufayli mana shu barcha komponentlar bir-biridan ortda qolmasdan rivojlanib bormoqda. IT viza ham o'z vaqtida joriy etilgan. Prezidentimiz Toshkentda rivojlanish hududlariga nisbatan ildamlab ketayotganini ko'rganda, bunday bo'lmasligi kerak degan edilar. Shuning uchun hududlar uchun qo'shimcha preferensiyalar joriy qilish zarurligi ta'kidlandi va Zero Risk dasturi ishga tushirildi. Chet el kompaniyalari hududlarga faqatgina kadrlar yetishmasligi, mutaxassislar uchun infratuzilmaning yetarli emasligi va boshqa omillardan qo'rqqani sababli borishmas edi. Ular biz ofis ochamiz, texnika olamiz, keyin bularni qanday qoplaymiz? Bu resurslarni yo'qotish bo'ladi deb o'ylashar edi. Shuning uchun ular uchun nol risk tashabbusi ma'qullandi. Ya'ni endi agar kompaniya kelib, 1 yil ichida 50 dan ortiq xodimni ishga olsa, unga 1 yil davomida ofis, kompyuter texnikasi va mebel davlat tomonidan bepul taqdim etiladi. Bu xarajatlar davlat tomonidan qoplanadi. Bizning ishonchimiz komil. Agar inson 1 yil davomida ishlab 50 nafar xodimni jalb qilsa, biz mamlakatimizda iste'dodli yoshlar juda ko'pligini, ularga to'lanadigan ish haqi ushbu kompaniya faoliyat yuritgan mamlakatga nisbatan ancha arzonroq tushishini bilamiz. Shuning uchun kompaniyalar bu yerda qolishini ham tushunamiz. Shunday kompaniyalar soni ham ancha ko'p. Bu dastur ishga tushirilgandan keyin rivojlanish bir necha barobarga oshadi, ayniqsa hududlarda. Kompaniyalar ko'proq viloyatlarga intila boshladi. Ular bunda katta salohiyatni ko'radi. Aholi ko'p, imkoniyatlar keng. IT esa tobora ommalashib, nufuzli yo'nalishga aylanib bormoqda. Odamlar bu sohada ishlayotganlar muvaffaqiyatga erishib, yaxshi daromad topayotganini ko'rishmoqda. Bu trend faqat viloyat markazlarida emas, balki tumanlar darajasiga ham yetib bordi. Ya'ni biz qandaydir multiplikativ effekt haqida gapiryapmiz, to'g'rimi? Ha, u haqiqatan ham karrasiga ko'paytiradi. Ya'ni sohaga kirib kelayotgan kompaniyalar soni ham, ishlaydigan odamlar soni ham keskin ortib boradi. Bu faqat Toshkentda yoki ayrim viloyatlarda emas, balki butun O'zbekiston bo'ylab rivojlansa albatta. O'sish ancha tez bo'ladi. Shuning uchun sizning savolingizga qaytadigan bo'lsak, men ehtimol juda uzoq gapirayotgandirman. Uchala yo'nalish ham juda muhim. Birdaniga keskin burilish qilish, ya'ni rivojlanish bosqichlarini sakrab o'tish noto'g'ri. Ammo ular ichida eng tez natija beradigan yo'nalish to'rtinchisi bu startap ekotizimini rivojlantirish. Chunki chala komponent ham yaxshi darajada bo'lsa, startaplar $1 sarmoya evaziga 10, 20 hatto 50 barobar o'sish imkonini beradi. Shuning uchun butun dunyodagi banklar, moliyaviy kompaniyalar va an'anaviy biznes orqali daromad topishga o'rgangan tashkilotlar bu yerda yangi rivojlanish istiqbollari borligini ko'rmoqda. G'oya va tushuncha startapga ega jamoa to'g'ri tanlansa. Hozir g'oyaning o'zi hech narsaga arzimaydi. Kuchli jamoa va ularni kerakli paytda moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ayniqsa startapni dunyodagi ko'plab davlatlarga kengaytirish mumkin bo'lgan paytda juda muhim. Bu yerda bozor ham ochiq. IT mahsulotlar uchun chegara yo'q. Shuning uchun startap ekotizimi shunday sohaki, unda biz 1 milliarddan to'g'ridan-to'g'ri 5 milliardgacha sakrab o'tishimiz mumkin. Men ehtimol g'oyalar hech narsaga arzimaydi degan fikrga qo'shilmayman. Chunki har qanday muvaffaqiyatli amalga oshirilgan va real loyihaga aylangan g'oyaning ortida juda katta mablag'lar turadi, yoki bunday emasmi? Eng qiyini ehtimol g'oya hech narsaga arzimaydi degan fikrim bilan kimnidir ranjitib qo'ygan bo'lishi mumkin. Aslida g'oyadan uni amalga oshirish va tayyor mahsulotga aylantirishgacha bo'lgan yo'l juda katta va murakkab jarayonlardan iborat. Bu yerda hammasi bir-biriga mos kelib, yaxlit asar yaratilishi kerak. Ko'p vazifalilik, bozorni tushunish, kimga nima kerakligini anglash va hokazo. Bu uzoq va murakkab yo'l. Odatda esa g'oyadan hayotga tatbiq etishgacha bo'lgan jarayonda mahsulotning o'zi tubdan o'zgarib ketadi. Men shu bilan shug'ullanaman va bu ko'k okean bo'ladi. Butun dunyo foydalanadi deb kelajakni aniq ko'ra bilish holatlari amalda juda kam uchraydi. Chunki odamlar nimadandir boshlaydi, keyin o'z xatolarini tushunadi. Bozorni ham, ehtiyojlarni ham ba'zan to'g'ri baholay olmaydi. Rejalashtirishda ko'pincha keng fikrlash yetishmaydi. Masalan, yoshlardan men mashina yuvdirishga yozilish uchun mobil ilova qilaman, unga barcha mo'ykalarni ulayman degan fikr chiqdi. Yana soch oldirish va boshqa xizmatlar ham bor. Ya'ni har bir xizmat uchun alohida ilova. Lekin o'ylab ko'ring, siz har birini telefonga yuklab yurmaysiz-ku. Bu noqulay. Bu juda murakkab masala. Shuning uchun biz yoshlar bilan gaplashganda doim shunday deymiz. Doirani torlashtirmang. Aksincha, ilovaningizdan imkon qadar ko'proq odam foydalanishiga harakat qiling. Odam qancha ko'p bo'lsa, oqim shuncha katta, imkoniyatlar ham shuncha ko'p bo'ladi. Qayerdadir xizmatni bepul, qayerdadir arzonroq taqdim eting.
Qayerdadir reklama joylab, boshqa joyda yana nimadir taklif qiling. Shuning uchun ITda men g'oya topdim. Evrika va bu albatta muvaffaqiyatli mahsulot bo'ladi degan yondashuv ishlamaydi. Eksportni yanada rivojlantirishda mavjud o'sish nuqtalarini gapirib bersangiz, sizningcha keyingi tub burilishni nima ta'minlashi mumkin? Shubhasiz, bu iste'dodli kadrlar va ta'lim. Shuningdek, onlayn ta'limga va onlayn platformalarga qiziqish bildirib kelayotgan yoshlar soni tobora ortib bormoqda. Chunki hozirgi beshikdan qabrgacha ilm izla degan ibora IT sohasiga juda mos tushadi. Chunki bir marta ta'lim olib, o'sha bilimlar bilan butun umr ishlaydigan IT mutaxassisi bo'lmaydi. Bu yerda doimiy ravishda o'qib, o'rganib boradigan insonlar kerak. Ular har kuni yangi vazifa bajarish jarayonida yangi usul, yangi yondashuv, yangi vosita qidiradi. Bu esa raqobatbardoshlikni oshiradi va mahsulotni yaxshilaydi. Eng oddiy misolni olaylik. 5 yil oldingi saytlar bilan bugungi saytlar, masalan, vizitka saytlar, bu mutlaqo ikki xil mahsulot. Raqobat tufayli dunyo doimiy o'zgarib boradi. Va o'rganishni xohlaydigan, bilimlarni egallab, o'zini rivojlantirmoqchi bo'lgan yoshlar O'zini rivojlantirish uchun sharoitni qanday yaratish mumkin sizningcha? bu yerda ham ommalashtirish, ham ta'lim uchun ochiq platformalarni o'z ichiga olgan kompleks choralar muhim. Hozir amalga oshirilayotgan ishlar, jumladan Coursera o'z litsenziyalarini taqdim etayotgani, xorijiy sertifikat uchun 100% kompensatsiya to'lab berilishi, ya'ni siz davlat xizmatlari orqali ariza berib, sertifikatlangan mutaxassis sifatida xarajatni qaytara olishingiz mumkinligi, bularning barchasi shu tizimning bir qismi. Shuningdek, eksportga ixtisoslashgan ko'plab xorijiy IT kompaniyalar mamlakatimizda o'z ofislarini ochmoqda. Ular xodimlarni ishga olganda nisbatan yuqori ish haqi taklif qiladi. Bu ham katta rag'bat. Yana bir jihat, hozir mashhur mahsulotlar paydo bo'lmoqda. IT kompaniyalarda ishlash ommalashib, urfga kirdi. Chunki u yerda daromad bor. Atrofingizda esa muvaffaqiyatli insonlar bo'ladi. Bu ham to'g'ri, ijobiy trend. Ya'ni bu yerda barcha muvaffaqiyatli omillarning bir-biri bilan uyg'unlashgan kombinatsiyasi mavjud. Bugun IT kompaniyalarda, xususan mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan yirik xalqaro kompaniyalardagi ish haqi dunyo bozori darajasiga yaqinlashdi. Shu orqali brain drain, ya'ni kadrlarning chetga chiqib ketish masalasi ham to'xtadi. IT mutaxassislari O'zbekistonda ham doim bo'lgan, lekin 2017-yilgacha katta miqdordagi kadrlar chiqib ketishi kuzatilgan. Bu yerda yetarlicha chet el kompaniyalari faoliyat yuritmas, mahalliy kompaniyalar esa unchalik yuqori maosh to'lamas edi. Shuning uchun Yevropa bilan solishtirganda, masalan, bu yerda senior mutaxassis $1000 olgan bo'lsa, Yevropada $7000 oladigan holatlar uchragan. Juda katta. Juda katta farq. Va siz men ko'chib o'taman, hayotim o'zgaradi, hammasi boshqacha bo'ladi deb o'ylaysiz va shu sababli kadrlar oqimi yuzaga kelgan. O'sha paytda juda katta migratsiya bo'lgan. Senior mutaxassislar deyarli qolmagan, chunki maoshlar o'rtasidagi farq ularni bu yerda ushlab tura olmas edi. Ularning turmush tarzi ham tubdan o'zgarib ketdi. Xorijiy kompaniyalar kirib kela boshlagach, mahalliy IT kompaniyalar bizga bir necha bor murojaat qilib, "Nima qilyapsizlar? Hozir kelgan kompaniyalar kadrlarimizni 3 barobar narxga olib ketyapti. Buni to'xtatish kerak" deyishar edi. Lekin bu tabiiy holat. Agar ular bu yerda ishlamasa, boshqa davlatga ketadi. Hozir esa ushbu mutaxassislar oqimi to'xtaganiga ancha bo'ldi. Juniordan middlega, middledan seniorga chiqish uchun odatda 7-10 yil vaqt ketadi. Bu davrda inson turli loyihalarda ishlashi, jamoa bilan hamkorlik qilishni o'rganishi va ko'plab tajriba orttirishi kerak. Ya'ni bu bosqichma-bosqich rivojlanish jarayoni. Har yili bizda yaxshi tajribaga ega bo'lgan, bozorni va biznesni tushungan mutaxassislar soni ortib bormoqda. Buni hatto mahsulot eksporti o'sishida ham ko'rishimiz mumkin. IT kompaniyalar eksport ham aynan shu odamlarning ekspertizasi hisobiga o'smoqda. Ekspertiza juda muhim omil, chunki siz u yoki bu tizim qanday ishlashi, dunyoda nimalar amalga oshirilmoqda. Aytaylik, Shvetsiya bozorida ishlayotgan Visa yoki Mastercard to'lov tizimlariga qanday integratsiya qilinadi degan savollarga javobni bilishimiz kerak. Bu narsalar kitobda yozilmagan. Bu to'g'ridan to'g'ri tajriba. Buni biz hozir o'rgana boshlasak, masalan, 2 hafta ketishi mumkin. Keyin esa vakolatxona ochish, kafolat mablag'larini qo'yish va boshqalar bog'liq turli byurokratik to'siqlar bo'ladi. Aynan shu tajriba IT kompaniyalarga tezroq harakat qilish, kuchliroq bo'lish va xorijiy bozorlarda raqobatlashish imkonini beradi. Yaxshi, siz hozir xorijiy kompaniyalar O'zbekiston bozoriga kirib kelayotgan paytda mahalliy kompaniyalar murojaat qilgani haqida gapirdingiz. Shu o'rinda savol tug'iladi. Mahalliy kompaniyalar raqobatga bardosh bera olmay zarar ko'rishdimi yoki umuman faoliyatini to'xtatishdimi? Ayrimlar zarar ko'rdi, lekin soha vakillarining 98% o'zini yangi sharoitga qayta moslashtirdi. Biz bunga jumladan vazirlik tizimidagi korxonalar misolida ham guvoh bo'ldik. Ular o'sdi.
Agar kompaniya o'z xodimlariga xorijiy kompaniyalar darajasida ish haqi to'lay olmasa, demak, u yerda nimadir to'g'ri emas. Nima to'g'ri emas? Demak, u faqat ichki bozorda ishlayapti. Ichki bozor esa uning mahsulotlari uchun dunyo bozoridagi haqiqiy qiymatni ta'minlab bera olmaydi. Bunday holatda eksport bozoriga chiqish masalasini ko'rib chiqish kerak. Siz mahsulotni eksportga chiqarayotgan bo'lsangiz, demak, uning sifati boshqa davlatlar talabiga javob beradi. Uning narxi ham real bozor qiymatiga ega bo'ladi va siz bir vaqtning o'zida juda ko'p odamlar bilan raqobatlashasiz. Shuning uchun sizda shu darajadagi maoshga munosib mutaxassislar bo'lishi kerak. Mahalliy bozorda ishlagan kompaniyalar va bu juda yaxshi hududlarga chiqib ketadi. Hududlarga kompaniyalar bu qadar tez kirib bormas edi. Shuning uchun u yerda mutaxassislar ishi nisbatan pastroq baholanar edi. Natijada hududiy rivojlanish ham shuning ortidan boshlandi. Ular o'z faoliyatini qayta yo'lga qo'ydi va moslashdi. Shuningdek, ular Xorazmda, Farg'ona vodiysida va Qoraqalpog'istonda yirik korxonalar faoliyatini yo'lga qo'yganiga ko'plab misollar keltirish mumkin. Aynan joylarda IT parklar va IT kompaniyalar uchun maydonlar barpo etilishi ham juda katta driver bo'ldi. Chunki kompaniyalar kafolatlangan tarzda binolarni narx o'zgarishisiz ijaraga olish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa biznes rivoji uchun juda katta rag'bat hisoblanadi. Ya'ni hozirda mahalliy kompaniyalarimiz ortda qolishni qisqartirib, dunyo darajasiga chiqib oldimi? Va ular erkin raqobatlasha oladimi? Ayrim yo'nalishlarda shunday. Bizda faqat xorijiy bozorlarda ishlaydigan va aynan shu yerda Coca-Cola, Samsung kabi yirik kompaniyalarga xizmat ko'rsatadigan ko'plab mahalliy kompaniyalar bor. Kadrlar siyosati, HR va boshqa yo'nalishlarni boshqarishga oid dasturiy yechimlar mavjud. Nomlarini aniq aytish biroz qiyin. Shuning uchun hozir to'liq sanab o'tolmasligim mumkin. Lekin Samsung, Coca-Cola va boshqa yirik yetkazib beruvchilarga xizmat ko'rsatadigan, butun dunyo bozorida faol ishlaydigan mahalliy kompaniyalar bor. Ular katta korporativ mijozlar bilan hamkorlik qiladi. Bu juda muhim. IT Park allaqachon minglab kompaniyalarni birlashtirib global bozorlar bilan ishlamoqda. Sizningcha O'zbekiston o'z mahsulotlarini yaratmay, faqat outsourcing bazasiga aylanib qolishi xavfi bormi? Bunday xavf yo'q. Nega desangiz, odamlarda doimo katta maqsadlarga intilish bo'ladi. IT mutaxassislari uchun har doim ham faqat maosh yoki o'ziga qulay sharoitni ta'minlash muhim emas. Odatda ular ancha talabchan, o'ziga xos xarakterga ega insonlar bo'ladi. Inson professional jihatdan o'sib borgani sari, ma'lum bir paytda u charchaydi. Ayrim loyihalar unga zerikarli bo'lib qoladi. Shunda ko'pchilik o'z yo'lini boshlashni xohlaydi. Ya'ni yollanma ishda ishlab tajriba orttirganidan keyin ayrim IT mutaxassislar o'z jamoasini tuzadi. Ular uchun o'z g'oyasi, o'z mahsuloti katta va jiddiy loyihaga aylanishi juda muhim. Va bu har doim ham takrorlanadi. An'anaviy biznesda ham shunday. Odam bir kompaniyada ishlab, keyin men o'z kompaniyamni ochaman, boshqacha qilaman, mening o'z qarashlarim bor deyishi mumkin. IT mutaxassislari orasida ham bu kuzatiladi. Shuning uchun menimcha O'zbekiston faqat outsourcing bazasiga aylanib qoladi degan xavf yo'q. Точно так же и в IT-специалисты, поэтому я считаю, что риска такого нет. Ya'ni bugungi kunda biz IT mutaxassislarimiz o'z biznesini ishonch bilan boshlashga kirishgan deya olamizmi? Уверенность создавать свой бизнес? В том числе, да. Shu jumladan o'z biznesini yaratayotgan jamoalar bor va ular doimiy ravishda o'sib bormoqda. Startup ekotizimi va venture fondlar esa shunday imkoniyat yaratadiki, katta bo'lmagan mablag', biroq yaxshi shakllangan jamoa bilan yirik global mahsulot yaratish uchun zarur investitsiyalarni jalb qilishingiz mumkin. Va ochiq savol, IT Park ko'plab imtiyozlar taqdim etadi. Agar masalan ertaga shu imtiyozlarning barchasi bekor qilinsa, sizningcha kompaniyalar O'zbekistondan ketib qolmaydimi? Не уйдут ли компании из Узбекистана, на ваш взгляд? Ketadi. Ko'plab kompaniyalar, ayniqsa eksport bozorlarida ishlaydiganlari ketadi. Chunki global raqobatda dasturiy mahsulot narxi asosan quyidagilardan shakllanadi. Odatda 80% mutaxassis ish haqi jamg'armasi, chunki bu intellektual mahsulot va qolgan qismi soliqlar hamda boshqa mahalliy xarajatlar. Ya'ni xarajatlar tuzilmasida asosiy ulush ish haqi va soliqlar. Shu bilan birga ma'lum bir mamlakatda IT biznes yuritish uchun u yerga borish shart emas. Amalda butun dunyo ochiq. Istalgan joydan masofadan ishlash mumkin. Ayniqsa xalqaro eksport portfeliga ega IT kompaniyalar uchun bu juda oson. Ularda shakllangan mijozlar bazasi bor, ishonch bor. Bugun hisob O'zbekistondan yuborilib, ertaga biz ko'chdik, endi shu yerdamiz deb boshqa davlatdan yuborilsa ham mijozga farqi yo'q.
hamkorlik davom etaveradi. Kompaniya nomi o'sha, faqat u boshqa joyda. Siz uning mahsulotini bilasiz, odamni bilasiz, jamoani bilasiz. Sizga xizmat ma'qul. O'zbekistondan ketdingiz, endi to'lamaymiz demaysiz. Ya'ni bu yerda joylashuv ikkinchi darajali masala. Shuning uchun eksportga ishlaydigan kompaniyalar uchun bu imtiyozlarni saqlash juda muhim. Chunki bu butun dunyoda qabul qilingan o'yin qoidalari. Ko'plab mamlakatlar aynan shunga ixtisoslashgan. Yuqori malakali, yuqori maoshli mutaxassislarni jalb qilish, ular uchun qulay shart-sharoit yaratishga harakat qilishadi. Zero $3000 maosh olgan mutaxassis uning taxminan $1000 iste'mol xarajatlariga sarflaydi. Har bir xaridda esa 12% qo'shilgan qiymat solig'i to'lanadi. Shuningdek, u odatda yangi uy sotib olish uchun mablag' to'playdi. Qurilish sohasida esa xarajatlarning taxminan 45% mahalliy mahsulotlar, sement, qum, mehnat va boshqa xizmatlar hissasiga to'g'ri keladi. Bu har qanday mamlakatda shunday. Qurilishda mahalliylashtirish 45-50% ga yetadi va bu mablag'lar o'sha davlat iqtisodiyotida qoladi. Shuning uchun bir qarashda IT kompaniyalar uchun imtiyozlar bor va ehtimol ularni qachondir bekor qilish kerakdek tuyuladi. Lekin agar butun dunyodagi o'yin qoidalari o'zgarmasa, bunday qaror juda xatarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizningcha ushbu imtiyozlarni joriy etish, bu baza va infratuzilmani yaratish hamda IT mutaxassislar va kompaniyalar O'zbekistonga kelish uchun yanada qulay sharoitlarni ta'minlash, bu prezident tomonidan uzoqni ko'zlab qo'yilgan qadammi? Благоприятные условия для того, чтобы IT-специалисты приходили сюда, в Узбекистан, IT-компании. Men hurmatli prezidentimizning uzoqni ko'zlab yuritayotgan siyosatidan juda mamnunman. Chunki barcha qarorlar yillar kesimida juda aniq hisob-kitob bilan qabul qilingan. Men o'zim axborot texnologiyalari sohasida shu lavozimda 6 yildan beri ishlayapman va aynan shu davrda qabul qilingan qarorlar qanchalik o'z vaqtida va puxta ishlab chiqilganini ko'rib turibman. Ushbu qarorlar bizga bu kabi tez sur'atlarda o'sish imkonini bermoqda. Biz erishgan so'nggi muhim kelishilgan loyihalardan biri Enterprise Uzbekistonni yaratish bo'ldi. Bu soliqqa tortish bo'yicha maxsus huquqiy maqom bo'lib, rezidentlarga faqat kompaniyalarni jalb qilish imkonini berish bilan cheklanmaydi. Masalan, hozir bizda kompaniyalar blogi yo'q. Qandaydir dasturiy mahsulot sotib olganda biz o'zimizning to'lov tizimimizni joriy qilamiz. Bu Microsoft Office yoki Zoom uchun to'lov bo'lishi mumkin. Odatiy platformalar, Telegram Premium va boshqa istalgan xizmatlar uchun ham bo'lishi mumkin. Biz o'z bank kartamizni kiritamiz. Odatda bu xorijiy bank kartasi, Visa yoki Mastercard bo'ladi. Va bu pullar qaysidir davlatga ketadi va o'sha yerda qoladi. Agar foydalanuvchilar soni 1 yoki 2 milliard bo'lsa, bu juda katta mablag'lar degani. Yirik IT gigantlar va kompaniyalar odatda bu pullarni eng xavfsiz, eng arzon va ishonchli bo'lgan mamlakatlarda saqlaydi. Odamlar esa pulni qanday saqlaydi? O'ziga yaqin, ishonchli, uydagidek joyda saqlashga harakat qiladi. Shuning uchun bunday sharoitlarni yaratish juda muhim. Bankda Shunday, shishali bankada, matras ostida ham yoki boshqa joyda ham bo'lishi mumkin. Lekin baribir iloji boricha tanaga yaqin, ishonchli va qulay joyda saqlashga harakat qilinadi. Chunki bu pul. Aynan shuning uchun bunday yirik kompaniyalar uchun qulay shart-sharoit yaratish juda muhim. Gap juda katta mablag'lar haqida ketyapti. Bu butunlay boshqa ko'lamdagi yirik global gigantlar. Ular qaysi joyda mablag'larini saqlasa, o'sha yerda o'zlari uchun ham sharoit yarata boshlaydi. Ofislar qurishadi, mashinalar sotib olishadi, konferensiyalar o'tkazishadi va shu joyni ikkinchi uydek qabul qiladi. va ular yangi sho'rlarni yaratsa ham kerak. Albatta. Aynan shu sababli hurmatli prezidentimiz tomonidan ushbu tashabbus qo'llab-quvvatlandi va bizga shunday shart-sharoitlar yaratish, ya'ni eksportga yo'naltirilgan xorijiy mijozlar bilan ishlaydigan kompaniyalar uchun maksimal darajada yuqori muhitni ta'minlash topshirildi. Yuridik maqom. Masalan, Amazon Web Services kabi yirik kompaniyalarni olaylik. Ularda butun dunyo bo'ylab yagona hisobot siyosati mavjud va ular shu standart bo'yicha hisobot topshiradi. Ular uchun odatiy bo'lgan qo'shilgan qiymat solig'i hisob-kitob tizimi ham bor. Ular ichki tizimlarni o'zgartirmaydi, chunki ularning juda ko'p mijozlari bor. Kimdir serverni 2 soatga ijaraga oladi, kimdir 1 oyga, kimdir uzoq muddatga. Hammasi juda aniq va avtomatlashgan tizimda ishlaydi. Bunday tizimni hisobot topshirish jarayonlarini o'zgartirish juda qiyin. Ular kompaniyasining mavqeyiga juda katta e'tibor beradi. Agar biror hisobot o'z vaqtida topshirilmasa yoki xatolik bo'lsa, bu hatto sud ishlarigacha olib borilishi mumkin. Shuning uchun bunday kompaniyalar uchun eng muhim narsa barqaror, tushunarli va qulay muhit. Aynan shu maqsadda muhtaram prezidentimiz tomonidan bizga zarur choralarni ko'rish, bunday kompaniyalarni O'zbekistonga jalb qilish vazifasi yuklatilgan. Ma'lumki, ko'plab o'zbekistonlik IT mutaxassislar xorijda muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda. Sizningcha bu kadrlarni yo'qotishmi yoki aksincha, bizning yashirin eksport aktivimizmi?
Ayrim holatlarda bu kadrlarni yo'qotish, ayrim holatlarda esa tajriba oshirish nuqtai nazaridan katta karyera o'sishi hisoblanadi. Aslida u yerda ko'pincha o'zidan malakasi yuqoriroq rahbar boshchiligidagi jamoada ishlanadi. Odatda shunday. Yoki u o'ziga teng darajadagi mutaxassislar, ya'ni o'zidan yuqoriroq darajadagi jamoa bilan birga ishlaydi. Ya'ni u bilimlarni o'ziga singdirib boradi, to'g'rimi? Amalda shunday. Har bir loyiha inson uchun bir maktab, qo'shimcha bilim olish jarayoni hisoblanadi. Odam turli loyihalarda, turli vazifalarda ham turli jamoalar bilan ishlagani sayin, u nafaqat muloqot sirlarini, balki bozor talablarini ham yaxshiroq tushuna boshlaydi. Ma'lum bir bosqichda esa, agar kompaniya faqat bir mahsulot bilan shug'ullansa, unda bu jarayon biroz zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Masalan, faqat logistika dasturiy mahsuloti ustida ishlaydigan jamoada u barcha jarayonni to'liq egallagach, ya'ni yangi tajriba izlay boshlaydi. U yangi xorijiy kompaniyaga o'tib, boshqa tajriba oladi yoki aksincha, qaytib kelib o'z mahsulotini yaratishga harakat qiladi. Bu tabiiy o'sish bosqichlaridir va bunga to'g'ri va tushungan holda yondashish kerak. Mahalliy mutaxassislar chet elda ishlab, eng ilg'or IT tajribasini to'plab, keyin O'zbekistonga qaytib kelib, o'z biznesini boshlagan yoki IT sohasi rivojiga hissa qo'shganiga misollar bormi? Свой бизнес, свою компанию или же вносят свой вклад в развитие IT-сферы. Har yili bunday keyslar soni ortib bormoqda. Odamlar odatda qaytib keladi va bu yerda o'z jamoalarini yaratib, mustaqil loyihalarni boshlaydi. Masalan, Shavkat Karimov misoli bor. U Microsoftda vitse-prezident lavozimida ishlagan. Biroz adashayotgan bo'lishi mumkin. Keyin bir necha yirik kompaniyalarda yuqori lavozimlarda faoliyat yuritgan. Hozir esa IT communityga rahbarlik qilib, o'z bilim va tajribasini odamlarga yetkazish, sohani ommalashtirish bilan shug'ullanmoqda. Suhbatlashganimizda mening nima uchun qaytib keldingiz degan savolimga shunday javob bergan edi. Shu yerda yashashga odatlanganman. Taomlar yoqadi, odamlar yoqadi, tabassum bilan qarshi olishadi. Ya'ni unga bu muhit maksimal darajada yaqin va qulay. Vaqt o'tishi bilan odamlar tushunadiki, ma'lum darajada pul topgandan keyin faqat moddiy jihatlar emas, balki ichki qoniqish ham muhim. Chunki baxt ko'pincha kichik narsalarda bo'ladi. Masalan, oddiy achchiq-chuchukka yopgan nonni botirib, buni mazasini his qilish ham katta quvonch berishi mumkin. Masalan, bu his-tuyg'u qimmat gadjet, qaysidir dengiz bo'yi yoki boshqa narsalardan ham ko'proq mamnuniyat bag'ishlaydi. Bu ham baxt kundalik hayotimizdagi oddiy hodisalardan iboratligining isboti. Ya'ni ko'p holatda odamlar madaniyatimiz va qadriyatlarimiz tufayli qaytib kelishadi. Ehtimol vatan tuyg'usi ham. Albatta. Mana shu mayda-chuyda narsalarning barchasi bu umumiy ma'noda vatanga bo'lgan his-tuyg'u, ya'ni vatanparvarlikdir. Bu atrofimizdagi odamlarni sevish, mana shu yonimizda oqib turgan ariqlarning jildirashiga ishtiyoq kabi hislardir. Masalan, men o'zim suzma va qurtni juda yaxshi ko'raman. Lekin bu yerda yashamagan odamga aytaylik, biror bir xorijlikka bersangiz, ularga yoqmasligi mumkin. Ammo biz uchun bu hayotning ajralmas qismi. Va shu yerdan ketgan har qaysi fuqaroning, u qaysi davlatda bo'lmasin, birinchi aytadigan gapi qurt olib kelib bering, iltimos bo'ladi. Mana shu mayda detallar pazl bilan yig'ilib, har bir fuqaroning katta vatanparvarlik kuchiga aylanadi. Aslida IT mutaxassislar haqida ular boshqacha odamlar degan qarash juda keng tarqalgan. Bu juda ko'p muhokama qilinadi. Siz hozirgi zamonaviy IT mutaxassisiga xos bo'lgan qaysi xususiyatlarni ajratgan bo'lardingiz? Agar so'nggi 10 yildagi davrga qarasak, IT mutaxassisining profili sezilarli darajada o'zgardi. IT kasbi ommalashdi va yaxshi daromad keltira boshladi. Shundan so'ng ular o'ziga, agar avvalroq ular haqida, masalan, kuni bilan kompyuter qarshisida o'tiradi, tashqi ko'rinishiga unchalik e'tibor bermaydi degan ayrim qarashlar bo'lgan bo'lsa, hozir bu holat ancha o'zgardi. Yirik IT kompaniyalarning korporativ madaniyati sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlaydi. Sport bilan shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish, klassik qo'shiqlarni eshitish, filmlarni tomosha qilish, muhokama qilish kabi odatlar targ'ib qilinmoqda. Albatta, bu yerda ham katta o'zgarish ro'y berdi. Hozirgi IT mutaxassisi 10 yil oldingidan mutlaqo farq qiladi. Bu ilg'or fikrlaydigan zamonaviy inson. U o'z sog'lig'iga e'tibor beradi, to'g'ri turmush tarziga amal qiladi, sport bilan shug'ullanadi, sayohat qilishni yoqtiradi, turli mamlakatlarni o'rganadi, global trendlarni kuzatadi va doimiy bilimga intiladi. Yangi chiqqan gadjet taqdimotini ko'rmagan yoki generativ sun'iy intellektning so'nggi versiyasini birinchi kundan sinab ko'rmagan IT mutaxassisini uchratishingiz qiyin.
Bu odamlar doim eng so'nggi ishlanmalarni bilishni xohlaydi. Trendda bo'lishga intiladi. 1 million dasturchi juda ta'sirli eshitiladi, lekin chuqurroq qarasak, bu tashabbus qanday natija berdi? Sertifikat olganlarning qanchasi bozorda kerakli bo'lgan mutaxassisga aylandi, qanchasi esa faqat sertifikat bilan cheklanib qoldi? 1 million dasturchi juda noyob loyiha. Uning o'rni juda muhim, chunki u katta bir oqimni yaratdi. Bu dastur orqali maktab va oliy ta'lim tizimida IT mutaxassisi bilimlarini egallash deyarli majburiy ko'rinishga keldi. Ya'ni yoshlar asosiy raqamli ko'nikmalarni o'rganishga majbur bo'ldi. Bu esa har qanday kasbda dadil ishlay olish uchun juda muhim fundament hisoblanadi. Keyingi bosqichda esa Coursera kabi platformalar orqali yiliga millionlab litsenziyalar berilib, ular orqali chuqurroq bilim olish imkoniyati yaratildi. Ko'plab yoshlarda esa aynan shu jarayon mustaqil o'qish, ochiq platformalarda bilim olishga qiziqish uyg'otdi. Natijada bu loyiha nafaqat bilim berdi, balki ko'pchilikda IT ga bo'lgan qiziqishni ham uyg'otdi va ularni keyingi o'qish bosqichiga olib chiqdi. Hozir texnologiyalar uchun butun dunyo ochiq. Istalgan tilda mustaqil o'qish mumkin. Ko'p holatda aynan mustaqil ta'lim olish eng yaxshi natijani beradi. Bu mening soham emas deganlar ham bor. Juda muhim bir masalaga to'xtalmoqchiman. Chunki sizni juda ko'p odamlar kuzatadi. Afsuski hozir ba'zi ota-onalar farzandlariga shaxsiy kompyuter yoki noutbuk olib berish o'rniga planshet olishni afzal ko'rmoqda. Ayrim yoshlar telefon yoki planshet so'raydi va shunga erishadi. Lekin muammo shundaki, planshet va telefon asosan kontent iste'moli uchun mo'ljallangan. Siz u yerda tayyor kontentni, boshqa odamlar tayyorlangan suratlar, videolar va ma'lumotlarni ko'rasiz. Ya'ni siz ko'proq iste'molchi bo'lasiz. Sizda klaviatura, sichqoncha, grafik muharrirlar, Excel kabi dasturlar bilan jihozlangan kompyuter paydo bo'lganda esa mahsulot yaratish imkoniyatingiz kengayadi. Hisob-kitoblar, jadvallar, grafiklardan iborat bo'lgan haqiqiy foyda keltiradigan Excel jadvallar tuzishingiz mumkin. Ya'ni siz iste'molchi emas, yaratuvchiga aylanasiz. Shuning uchun farzand faqat planshet yoki telefon bilan cheklanmay, kompyuterni ham yaxshi biladigan inson bo'lishi juda muhim. Bu katta afzallik. Shu ma'noda 1 million dasturchi loyihasi kamida 1 million tajribali, ilg'or foydalanuvchini ham shakllantirdi. Chunki kurs 6 oy davom etib, majburiy dastur asosida yo'nalishlar bo'yicha loyiha yaratishni o'z ichiga olgan. Ha, ehtimol kursni tugatib, voy, bu juda qiyin ekan. Men endi bu bilan shug'ullanmayman deydiganlar bo'lgandir. Lekin ular baribir 6 oy davomida kompyuter oldida o'tirib ishladi. Bu esa katta yutuq. Hozir esa ishga tushirilgan 5 million sun'iy intellekt yetakchi dasturi orqali 5 million fuqaro prompting ko'nikmalari, sun'iy intellekt asoslari bo'yicha o'qitilmoqda. Bu yerda yoshlar sun'iy intellekt faqat ChatGPT, Copilot yoki Gemini dan iborat emasligini, balki computer vision, generativ sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, ya'ni big data va uni tahlil qilish kabi alohida yo'nalishlar borligini tushunishadi. Ya'ni inson sun'iy intellekt instrumentlarining ilg'or foydalanuvchisiga aylanadi. U grafik obyektlar, prezentatsiyalar va boshqa mahsulotlarni yaratish mumkinligini tushunadi. Bu esa ko'nikma. Bu ko'nikmalar bugungi kunda faol rivojlanyaptimi? Bizda juda tez va faol rivojlanish kuzatilmoqda. Bugungi kunda platformada 1 million 300 mingdan ortiq fuqaro ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, 1 million 100 ming kishi kurslarni o'tib sertifikat oldi. Biz shu bilan cheklanib qolmasdan keyingi bosqichga o'tayotgan ishtirokchilarni ham ko'ryapmiz. PenFL orqali ro'yxatga olish tizimi tufayli har bir tuman kesimida faollikni aniq ko'rish imkoniyati bor. Biz ko'ryapmizki, odamlar kurs bilan tanishib, sertifikat olgandan keyin chiqib ketmaydi, aksincha o'qishni davom ettiradi. Aynan shu eng qiziq jarayon. Keyingi bosqichda murakkabroq kurslar bor. Birinchi bosqichdagi kurslar esa nisbatan yengil, ular sun'iy intellekt nima ekanini tushunish va generativ modellarga to'g'ri so'rov, ya'ni prompt yozishni o'rgatishga qaratilgan. Keyin esa OpenAI, Meta kabi platformalar bo'yicha kurslar, hatto o'z LLM modelingizni mahalliy infratuzilmada ishga tushirishgacha bo'lgan murakkab yo'nalishlar bor. Bu yerda inson katta va murakkab vazifalarni hal qilish darajasiga chiqadi. Ya'ni inson bu platforma orqali oddiy junior darajasidan boshlab, asta-sekin juda kuchli ekspertga aylanishi mumkin. Va aynan shu bilimlar keyingi muhim natija va marralarni zabt etish imkonini beradi. Ya'ni avvaliga mustahkam poydevor ta'minlanadi, keyin esa o'quvchining o'zi mustaqil ravishda ishlab ketishi kerak. Oqim qanchalik katta bo'lsa, eng kamida biz ilg'or foydalanuvchini qo'lga kiritamiz. Bu minimum. Ko'pi bilan esa biz insonni o'z maqsadi sari mustaqil ravishda harakat qilishga, o'z ustida ishlashga o'rgatamiz. O'zini namoyon qilish va har kuni yangi narsani o'rganish kerakligini anglash bu eng yaxshi taraqqiyot drayveri hisoblanadi.
Ma'lumki, hozir dunyoda AI talantlar uchun juda kuchli raqobat ketmoqda. Sizningcha O'zbekiston yosh va istiqbolli mutaxassislarni ushlab qolish, ular xorijga ketib qolmasligi uchun nima qilishi kerak? активных молодых специалистов, так чтобы они не уехали за рубеж. Hozirgi kunda mamlakatimizda xorijiy kapital ishtirokidagi kompaniyalar soni ortib borayotgani tufayli ular uchun O'zbekistonda mutaxassisni saqlab turish ancha foydali bo'lib qolmoqda. Chunki soliq imtiyozlari va preferensiyalar ish beruvchilarga soliq yukini sezilarli kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga bu yerdagi yashash xarajatlari, uy-joy, odatiy muhit, ota-onalarga yaqinlik va umumiy qulayliklar ham xodimlar uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli katta miqyosda talantlar oqib ketishi xavfi yo'q. Maoshlar o'rtasida farq ham hozirgi kunda sezilarli darajada kamaygan. Shu nuqtai nazardan bizda bunday jiddiy xavotir yo'q. Asosiy masala shundaki, IT talantlar rivojlanib borgani sari ular uchun yetarli bozor ta'minlab berilishi kerak. Shuning uchun O'zbekistonga yanada ko'proq eksportga ixtisoslashgan, biznesni tushunadigan IT kompaniyalarini jalb qilish juda muhim. Toki o'sib borayotgan mutaxassislar uchun yetarli ish o'rinlari va imkoniyatlari bo'lsin. Специалистам, которые выросли до необходимого уровня работы. Ayrim sohalarda sun'iy intellekt juda tez rivojlanmoqda. Masalan, tibbiyot, diagnostika kabi yo'nalishlarda u jarayonlarni sezilarli darajada tezlashtirmoqda. Sizningcha qaysi sohalarda sun'iy intellekt hali to'liq ishga solinmagan va eng katta o'sish imkoniyati aynan qayerda deb o'ylaysiz? Где огромный потенциал? Bizda sun'iy intellekt bo'yicha o'ziga xos siyosat, strategiya mavjud. Hurmatli prezidentimiz tomonidan sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi tasdiqlangan va qaror bilan rasman qabul qilingan. Bizning modelimiz inson manfaatlari atrofiga qurilgan, ya'ni islohotlar markazida inson, fuqaro turadi. Jahon bo'ylab sun'iy intellekt turli yo'nalishlarda, xususan daromad keltiradigan va keltirmaydigan sohalar nomutanosib rivojlanmoqda. Monetizatsiya qilinadigan yo'nalishlarga misol qilib, kompyuterning ko'rish qobiliyati orqali avtomobillar tezligini nazorat qilish, qoida buzilgan holatlarni aniqlash va jarima yuborish tizimlarini keltirish mumkin. Ya'ni bu yerda sun'iy intellekt raqamni tanib oladi, qoida buzilishini aniqlaydi va avtomatik ravishda qarorni shakllantiradi. Aynan shu kabi yo'nalishlarda sun'iy intellekt tez rivojlanadi, chunki bu yerda to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy samara bor. Investitsiya kiritiladi va u qaytib keladi. Sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi va avtotarmoqlarga sun'iy intellekt sekinroq kirib keladi. Chunki bu sohalarga kiritiladigan sarmoya foyda berishi yaqqol sezilib turmaydi. Shifokorlarni qisqartirish masalasi ham kun tartibida yo'q. Aksincha, ularga talab doim yuqori. Bu juda muhim resurs hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda iqtisod qilish imkoniyatlarini to'g'ridan-to'g'ri hisoblash oson emas. Biroq hurmatli prezidentimiz tomonidan ajratilgan dastlabki imtiyozli mablag'lar aynan jamiyat uchun eng foydali sohalarga yo'naltiriladi. Birinchi yo'nalish tibbiyot. Chunki kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va diagnostika darajasi aholining sifatli va farovon hayoti uchun juda muhim. Shu maqsadda xarid qilingan birinchi superkompyuter ham aynan tibbiy loyihalar uchun ishlatilmoqda. Keyingi yo'nalishlar bank va soliq tizimi. Bu sohalarda raqamlashtirish darajasi yuqori bo'lgani uchun sun'iy intellekt tezroq samara beradi. Yashirin iqtisodiyotni kamaytirish, jarayonlarni shaffoflashtirish va boshqa yo'nalishlarda tez iqtisodiy natija olish mumkin. Albatta bizda agro yo'nalish, xususan qishloq xo'jaligi yerlarini monitoring qilish sohasi kosmosdan olingan suratlardan foydalanish orqali yaxshi rivojlanmoqda. Chunki suvni tejash hamda oziq-ovqat xavfsizligi masalalari hozir juda dolzarb bo'lib turibdi va bu yo'nalishga ham davlat rahbari tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Albatta, davlat xizmatlari sohasi ham bundan mustasno emas. Hozir portalni modernizatsiya qilishni yakunlayapmiz. Shunda xizmatlar proaktiv tarzda ko'rsatiladi va foydalanuvchilar uchun ayrim matn maydonlarini to'ldirish ehtiyoji qolmaydi. Hujjatni yuklasangiz kifoya, xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni hozir ham yo'nalishlarda bir vaqtning o'zida sun'iy intellektni joriy qilib bo'lmaydi. Ayniqsa, raqamlashtirish darajasi hali to'liq yakunlanmagan sohalarda uni joriy etishga hali erta. Avvalo raqamlashtirish bo'yicha belgilangan marralarga yetib olib, shundan keyin sun'iy intellektni joriy qilish kerak. Menimcha siz sun'iy intellekt imkoniyatlari qayerda yetarlicha ishga solinmayapti deb so'ragan edingiz. Aslida uning imkoniyati hamma sohada yetarlicha baholangan va biz uni qayerda joriy qilish kerakligini aniq tushunamiz. Faqat ayrim bosqichlarda buni amalga oshirishning vaqti kelmadi. Shuning uchun biz buni izchil amalga oshiryapmiz. Lekin 2026-2027-yillargacha iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida 200 dan ortiq loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Hozirgi paytda muhtaram prezidentimiz har bir yig'ilishda qaysi vazirlik va idora hozirdanoq sun'iy intellektni o'z vaqtida joriy etishni boshlamasa, u raqobatbardosh mahsulotni ham, raqobatbardosh xizmatni ham taqdim eta olmasligi, iqtisodiyotni samarali o'sishini ta'minlay olmasligini alohida ta'kidlab o'tadilar.
Sun'iy intellektning jadal rivojlanayotgan sharoitdan kelib chiqib savol tug'ilmoqda. Mas'uliyat chegarasi qayerdan o'tadi? Masalan, tibbiyot, moliya yoki davlat boshqaruvida algoritmlar xatosi uchun kim javob beradi? Har doim inson. Shubhasiz har doim bu to'g'ri yoki noto'g'riligi yuzasidan qaror qabul qilgan inson javob beradi. Sun'iy intellekt bu faqat qo'shimcha vosita, ya'ni faqat shunday qabul qilish kerak, boshqacha emas. Masalan, fuqaroga zarar yetkazishga olib kelgan xatoni sun'iy intellekt zimmasiga yuklab bo'lmaydi. Bunday qilish mumkin emas. Bunda kim javob beradi? Albatta inson javobgar bo'ladi. Agar bu tibbiy tashxis bo'lsa, davolovchi shifokor javob beradi. Agar bu masalan qandaydir qurilma ishlab chiqqan kompaniya bo'lsa, deylik, kompyuter yordamida ko'rish qobiliyati va avtopilotga ega avtomobil keskin o'ngga burilib, avariya sodir etgan holatda ham ayb chip va qandaydir dasturda emas, balki bevosita algoritm. Bu yerda javobgarlik har doim inson zimmasida bo'lishi kerak va bu tamoyilga qat'iy rioya qilish muhim. Bu javobgarlik ma'lum bir huquqiy hujjatlar va normativ aktlar bilan ham mustahkamlanadi, to'g'rimi? Albatta, xuddi shunday. Va bu yerda masalan amaldagi qonunchilikni oladigan bo'lsak, uni tubdan o'zgartirish yoki qandaydir global yangilik kiritish shart emas. Amaldagi qonunchilikning o'ziyoq bunday holatlarni tartibga solish imkonini beradi. Masalan, bir necha bor muhokama qilingan sun'iy intellekt orqali sodir etiladigan firibgarlik holatlari, ya'ni generativ sun'iy intellekt yordamida boshqa bir shaxs nomi bilan odamlarni aldab, masalan, biror biznesga pul tiking deb ulardan pul undirish. Bunday videolar ko'p bo'lgan. Bu firibgarlik va uni aynan firibgarlik sifatida baholash kerak. Qaysi vosita orqali amalga oshirilganidan qat'iy nazar. Sun'iy intellekt og'irlashtiruvchi omil bo'lishi mumkin, lekin mohiyatan bu firibgarlik va firibgarlarni odatiy holatlarda qo'llaniladigan xuddi tegishli moddalar asosida javobgarlikka tortish kerak. Yil boshida ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklarning shaxsiy ma'lumotlari sizib chiqqani haqidagi yangiliklar juda faol muhokama qilingan edi. Aslida nima yuz bergan? Что на самом деле произошло? Darhaqiqat kiberxavfsizlik yo'nalishi doimo juda muhim ahamiyatga ega soha bo'lgan. Bu yerda xuddi zirh va o'q poygasidagi kabi doimiy raqobat mavjud. Himoya kuchaygan sari uni buzib o'tishga urinishlar ham ortib boradi. Shuning uchun bu doimiy jarayon. Himoya darajasini muntazam oshirib borish talab etiladi. Chunki kirib borish usullari ham tobora takomillashib bormoqda. Ayrim tizimlarda ma'lumotlar sizib chiqishi holatlari esa mas'ul vazirlik va idoralarga axborot xavfsizligi siyosatini qayta ko'rib chiqish imkonini beradi va doimo o'sib borishimiz, axborot xavfsizligini yanada takomillashtirishimiz zarurligini ko'rsatadi. Eng muhimi bunday holatlarga munosabat sifatida hamma narsani yopib qo'ymaslik. Masalan, davlat xizmatlarini taqiqlaylik, onlayn to'lovlarni bekor qilaylik. Kelinglar, yana naqd pulga o'tib, qo'lma-qo'l hisob-kitob qilaylik deyish mumkin. Lekin bu noto'g'ri yo'l. Shuning uchun davlat organlari axborot xavfsizligiga alohida e'tibor qaratishi juda muhim. Va ushbu holat shuni ko'rsatadiki, bu masala hushyorlikni bir zumga ham susaytirish mumkin emas. Doimo nazorat qilib borish kerak. Albatta, ushbu sizib chiqish ko'lami ancha bo'rttirib ko'rsatilgan edi. Lekin bu vaziyatni yanada diqqat bilan kuzatib borishga sabab bo'ldi. Har bir davlat idorasi biz tizimga o'zgartirishlar kiritganimizdan keyin buni kiberxavfsizlik markazida ekspertizadan o'tkazdikmi yoki yo'qmi degan savol ustida o'ylay boshladi. Bu yerda eng muhimi tizimni doimiy ravishda takomillashtirish. Chunki mukammallikning chegarasi yo'q. Har doim raqobat bo'ladi va dunyoning har bir mamlakatida ma'lum darajada ma'lumotlar sizib chiqish holatlari uchrab turadi. Lekin shu o'rinda 2 faktorli, 3 faktorli autentifikatsiya kabi mexanizmlar katta zararlarning oldini olish imkonini beradi. Masalan, biz pasport ma'lumotlarimizni turistik firmaga yuborayotganimizda, u yerda INN, familiya, ism, otasining ismi, telefon raqami kabi barcha ma'lumotlar bo'ladi. Ular bizni aniq identifikatsiya qila oladi. Lekin bu ularga biror harakat qilish imkonini bermaydi. Chunki masalan, kredit olishda bu ma'lumotlar bilan kirish uchun qo'shimcha kodlar va boshqa ma'lumotlar talab qilinadi. Albatta, fuqaroga zarar yetkazilishi mumkin bo'lgan barcha yaxlit shakldagi shaxsiy ma'lumotlar hech qayerdan sizib chiqmasligi juda muhim. Ya'ni bu har qanday vazirlik va idora o'z faoliyatini yanada takomillashtirishi uchun turtki bo'lganmi? To'ppa-to'g'ri. Har qanday xatolik, har qanday keskin vaziyat, u qanday bo'lishidan qat'iy nazar takomillashish imkoniyatini beradi va to'g'ri ishlayotgan jihatlarini qayta ko'rib chiqishga rag'batlantiradi. Global kiberhujumlar ko'payib borayotgan sharoitda O'zbekistonda tahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha yetib olish emas, balki oldinlab ketish uchun aniq strategiya mavjudmi? Axborot xavfsizligini doimiy ravishda takomillashtirib borish kerak.
Yangi vositalar va kiber tahdidlar paydo bo'lishi bilan birga himoyani ta'minlashga yondashuvlarni ham qayta ko'rib chiqish, qo'shimcha usullarni joriy etish zarur va bir vaqtning o'zida axborot xavfsizligini oshiradi, lekin fuqarolar uchun xizmatlardan foydalanishni qiyinlashtirmasligi kerak. Shu muvozanatni saqlash juda muhim. Doimiy ravishda yangi himoya vositalari, yangi algoritmlar joriy etib borilishi, parol siyosati tez-tez qayta ko'rib chiqilishi lozim. Shuningdek, fuqarolarning o'zi ham bir nechta tizim uchun bitta paroldan foydalanish kabi odatlardan voz kechish kerak. Ko'pincha biz eslab qolish oson bo'lgan bir parolni barcha joyda ishlatamiz va u hatto kompyuter tagidagi qog'ozda yozib qo'yilgan bo'ladi. Bu to'g'ri emas. Parol siyosatiga muvofiq parollarni muntazam almashtirish, ularni murakkab qilish kerak. Chunki turli platformalar parolingiz yetarlicha mustahkam emas deb ogohlantirganda biz ko'pincha hech his yo'q, roziman deb o'tib ketamiz. Shuning uchun omad kelib qolishiga umid bog'lamaslik kerak. Eng to'g'risi shaxsiy ma'lumotlarga juda mas'uliyat bilan yondashishdir. Buning uchun tafakkurni o'zgartirish kerakmi? Ha, shu jumladan tafakkurni ham. Har bir fuqaroning tafakkuri, yondashuvi, axborot xavfsizligi bo'yicha savodxonligi ham o'zgarishi kerak. Bu borada davlat tomonidan katta ishlar amalga oshirilmoqda. O'tgan yili Nurafshon shahrida kiber xavfsizlik universiteti ochildi. U yerda aynan kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlanyapti. Ya'ni bu oddiy fakultet emas, balki to'liq ixtisoslashgan universitet hisoblanadi. U yerda talabalar uchun turli laboratoriyalar mavjud bo'lib, ular ham tahdidlarning oldini olish, ham ularni modellashtirish va o'rganish bo'yicha amaliy vazifalarni bajarish imkoniyatiga ega. Ya'ni kiber xavfsizlikning har ikki tomoni ham o'rganiladi. Odatda bu yerda Blue Team va Red Team kabi guruhlar bo'ladi. Biri tizimni himoya qiladi, ikkinchisi esa unga hujum qilish ssenariylarini amalga oshiradi. Shu tariqa ular o'zaro raqobatda ishlaydi. Bir tomon tizimga kirish va zarar yetkazish usullarini sinab ko'radi. Ikkinchi tomon esa himoya tizimini mustahkamlaydi. Bu doimiy raqobat jarayoni. Shu orqali davlat malakali kadrlar tayyorlashga katta e'tibor qaratmoqda. Biz malakali kadrlar tayyorlash haqida gapiryapmiz, lekin ehtimol oddiy foydalanuvchilarning bilim darajasini oshirish ham yanada muhimdir. To'g'ri, va shu o'rinda biz fuqaroga elektron raqamli imzo yoki davlat xizmatini olishda yordam berishi mumkin bo'lgan vositani bergan paytimizda fuqarolar shuni tushunishi kerakki, aslida ular kalitni, ya'ni barcha manzillardagi ma'lumotlarga to'liq kirish imkonini beradigan parolga teng vositani topshiryapmiz. Shuning uchun kiber xavfsizlik nuqtai nazaridan barcha fuqarolarimiz savodli bo'lishi juda muhim. Ikki faktorli autentifikatsiyani o'rganish qanchalik zarur ekanligini, hatto Telegramda ham uni faollashtirish kerakligini tushunish kerak. Chunki ko'p hollarda odamlar kerakli himoya chorasini qo'llamagani sababli firibgarlar tanish kontaktlar nomidan tez pul yuboring, yordam kerak degan xabarlarni jo'natadi. Bu esa ishonchli odam akkaunti orqali qilingani uchun yanada xavfli bo'ladi. Shu bois nafaqat kompyuter savodxonligini, balki kiber xavfsizlik bo'yicha savodxonlikni ham rivojlantirish juda muhim. Dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan parol haqida gap ketganda, bu faqat bizning fuqarolar haqida emas. Umuman olganda IT mahsulotlaridan foydalanish bo'yicha bizda fuqarolar ancha ilg'or hisoblanadi. Biz barcha to'lovlarni mobil telefon orqali amalga oshiramiz. Dunyoda barcha jarayonlarni aynan bunday darajada yo'lga qo'ygan davlatlar ko'p emas. Aytingchi, hozirgi kunda ITning yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashdagi o'rni qanday deb o'ylaysiz? Juda yuqori va bu yerda aynan IT har bir yo'nalish bo'yicha yashirin iqtisodiyotni qisqartirishning eng to'g'ri va samarali vositasi hisoblanadi. Bizda o'zingiz guvohi bo'lgansiz, bir qator choralar qo'llanilmoqda, jumladan xizmatlar va to'lovlarni majburiy ravishda kartochkalar orqali amalga oshirishga o'tkazish. 1-apreldan boshlab ayrim tovar toifalari, masalan benzin, faqat plastik to'lov tizimlari orqali sotiladigan bo'ldi. Shuningdek, bu yerda sun'iy intellektdan foydalanishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Biz soliq qo'mitasi bilan yaqinda shunday mahsulotni namoyish qildik. U juda oddiy yechimlar orqali. Masalan, qum va shag'al qazib olinadigan karyer bor va u yerdan eng yaqin aholi punktigacha masofa 30 kilometrni tashkil etdi. Karyerdan chiqish joyida 8 ta ko'prik mavjud. Daryo bor va shu 8 ta ko'prik orqali qurilish uchun shag'alni olib chiqish mumkin. Odatda kompaniyalar ruxsatnoma olishar edi. Agar kimdir kelib tekshirsa, menda faqat 5 ta mashina uchun chiqarish ruxsatnomasi bor deyishi mumkin. Lekin haqiqatda qancha mashina chiqqanini 5 tami yoki ko'proqmi, buni hisoblash qiyin. Shuning uchun har bir ko'prikka 2 tadan kamera o'rnatish taklif qilindi. Bittasi yuqoriga o'rnatilib, mashina haqiqatdan ham yuklanganmi, yo'qmi va bu shag'al yoki qum ekanini aniqlaydi. Ikkinchisi esa davlat raqamini o'qiydi.
Yo'l harakati xavfsizligi bazasidan ushbu yuk mashinasi haqidagi ma'lumotlar olinadi. Uning kubaturasi aniqlanadi va umumiy quvvatning 0.9 koeffitsiyentiga ko'paytiriladi. Chunki bu yerda kichik farqlar, masalan, me'yoridan ortiq va chala yuklangan bo'lishi mumkin. Shundan keyin mashina yuridik yoki jismoniy shaxsga tegishliligidan kelib chiqib, unga elektron hisob faktura avtomatik ravishda yuboriladi va patent asosida qancha to'lov amalga oshirilishi kerakligi aniq hisoblanadi. Natijada bu tizim orqali avvalgi yildagi 30 ming kubdan 550 ming kubgacha chiqishga erishiladi. Ya'ni bu qariyb 20 barobar o'sish demakdir. Shuning uchun IT mahsulotlari barcha yo'nalishlarda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishning eng samarali vositasi hisoblanadi. Keling, IT sohasida qizlarning o'rni haqida gaplashaylik. Bu boradagi xalqaro tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, STEM sohalarida ayollarning ulushi atigi taxminan 17,5% ni tashkil qiladi. Sizningcha bu ko'rsatkichni karrasiga oshirish uchun nima qilish kerak? Что нужно сделать для того, чтобы данный показатель нарастить в разы? Bu juda to'g'ri va muhim savol. Biz IT sohasida qizlar va ayollar sonini ko'paytirish uchun barcha zarur choralarni ko'ryapmiz va bu yo'nalishga katta umid bog'laganmiz. Chunki IT sohasida malakaga ega qiz aslida butun oila uchun ham o'rnak, ham o'qituvchi bo'la oladi. U oilada raqamli ko'nikmalarni to'g'ri shakllantirishga yordam beradi va natijada butun oila raqamlashgan muhitga tezroq moslashadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda biz IT mutaxassisini faqat shaxs sifatida emas, balki uning oilaga siri nuqtai nazaridan ham ko'ramiz. Shuning uchun IT yo'nalishini ommalashtirishga qaratilgan har qanday loyihani qo'llab-quvvatlaymiz. Bu yerda aholi bilan, mahalla qo'mitalari bilan hamkorlik juda muhim. Chunki mahalladagi to'g'ri tushuntirish va qo'llab-quvvatlashning o'rni katta. Hozirgi kunda qizlar uchun eng ommalashgan kasblar bu yaxshimi, yomonmi, ko'proq tibbiyot xodimi yoki o'qituvchilik bo'lib qolmoqda. Chunki farzandi uchun turmush o'rtoq topish niyatida bo'lgan har bir oila ko'pincha u o'qituvchi bo'lsa yaxshi deb biladi. Odatda ular tushlik paytigacha ishlaydi, ertaroq bo'shaydi. Bolalar va nevaralar savodli bo'ladi degan tushuncha bor. Shu sababli o'g'il farzand uchun kelin tanlashda ham ko'p hollarda shu mezon qo'llaniladi. Xo'p, shifokorlar bo'yicha ham xuddi shunday. Bu ham tushunarli, lekin IT ham juda qulay va to'g'ri yo'nalish. Birinchidan, inson masofadan turib ishlashi mumkin. Ikkinchidan, masofaviy ishda ba'zi vazifalarni kechqurun yoki qulay vaqtda bajarish mumkin. Ya'ni bu yerda ma'lum paytda ish joyida bo'lish bo'yicha qat'iy talab yo'q. Va ehtimol daromadlar ham salmoqli bo'lsa kerak. Daromadlar ham ancha yuqori bo'ladi. Bundan tashqari yaxlit bozorga, jumladan masofaviy bozorga ishlanadi. Yo'nalishni tez o'zgartirib, yangi ko'nikmalarni qisqa vaqt ichida o'zlashtirishimiz mumkin. Bu yerda eng muhimi mahalla va jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlash va qadrlash. IT kasbi faqat ommalashishi emas, balki jamiyatda hurmatga sazovor bo'lgan kasbga aylanishi juda muhim. Biz jamiyat psixologiyasini o'zgartirishimiz kerakmi? Ha, shu jumladan. Biz uni odamlar ongida to'g'ri shakllantirishimiz, ommalashtirishimiz kerak. Ya'ni IT mutaxassisi bu o'qiydigan, mehnat qiladigan, dunyoga kerak bo'lgan, masofadan turib ham ishlay oladigan, dunyoning istalgan nuqtasida faoliyat yuritishi mumkin bo'lgan inson ekanini tushuntirishimiz muhim. Qizlar IT sohasida muvaffaqiyatga erishganiga yorqin misollar bormi? Достигли определенного успеха в IT-сфере. Bunday misollar juda ko'p va tobora ko'payib bormoqda, ayniqsa startap yo'nalishida. Masalan, biz Buxoroda hurmatli prezidentimizga Kamilla ismli qizning rahbarligidagi startaplardan birini namoyish qilgan edik. Ular sun'iy intellekt asosida ishlaydigan ta'lim platformasini taqdim etishdi. Unda har bir o'ziga xos jihat inobatga olingan. Dunyoga hozir nima kerakligini aniq tushunish bor va bu har bir bosqichda hisobga olingan. Bunday misollar ko'payib bormoqda. Shuningdek, faqat qizlardan iborat jamoalar ham bor. Ular turli tanlov va musobaqalarda faol ishtirok etishmoqda va bu yerda ularning ulushi siz aytgan 17% dan ancha yuqori ekanini ko'rishimiz mumkin. Startap ekosistema qiymati $1 milliard dan oshdi. Sizningcha hozir nima muhimroq, startaplar sonini ko'paytirishmi yoki bir nechta unicornlarni, ya'ni juda yirik muvaffaqiyatli kompaniyalarni yetishtirishmi? Bu ikkisi ajralmas tushunchalar. Futbol jamoasi misolini keltiraman. Agar bizga 2030-yilda futbol bo'yicha jahon chempionatini yutish vazifasi qo'yilsa, biz hozir 16 ta odamni yig'a olmaymiz. Ularni kuniga 5 marta, 5 soatdan mashq qildirib tayyorlasak ham
bunday muvaffaqiyatga erishish ehtimoli juda past bo'ladi. Unicornlar va startaplar masalasida ham xuddi shunday. Oqim qancha keng bo'lsa, muvaffaqiyat ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Startup unicorn bu juda katta va puxta ishlangan jamoaviy mehnat natijasi, lekin bu hammaga ham nasib etavermaydi. Ammo qancha ko'p odam urinib ko'rsa, shuncha ko'p natija chiqadi. Hamma unicorn chiqmagan jamoalar ham baribir yaxshi mahsulot yaratadi. U daromad keltiradi, tajriba beradi, ham jamoaga, ham jamiyatga foyda keltiradi. Shuning uchun oqim qancha katta bo'lsa, venture fondlar qancha ko'p bo'lsa, hakatonlar va turli sohalardagi tanlovlar qancha ko'p o'tkazilsa, shuncha yaxshi natijaga olib keladi. Hozir hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan har oy har bir viloyatda hakatonlar o'tkazilmoqda. Bu yoshlarga real qiymatni, real sektordagi masalalarni va amaliy vazifalarni ko'rish imkonini bermoqda. Shuningdek, joriy yilda sun'iy intellekt bo'yicha 19 ta laboratoriya ochilmoqda. Ular 100 dan ortiq turli komponentlarni qamrab oladi. Barcha oliy ta'lim muassasalarida talabalar nafaqat ta'lim oladi, balki shu joyning o'zida amalda qo'llash imkoniga ega ham bo'ladi. Har bir universitetga korxona biriktirilgan bo'lib, ular loyihalarning qog'ozda qolib ketmasdan, amalda tatbiq etilishi ustidan nazorat qiladi va real yechimlarga yo'naltirishga yordam beradi. Chunki hakaton bu real muammo asosida yoshlar o'rtasida musobaqa shaklida yechim topishga qaratilgan jarayon, ya'ni challenge-ni bir turi. Va albatta oqim qancha keng bo'lsa, muvaffaqiyatli unicornlar ham shuncha ko'p bo'ladi. Va eng shaxsiy savol, agar sizga to'liq erkinlik berilsa, hech qanday cheklovlarsiz, ertagayoq mamlakatning raqamli siyosatida nimalarni o'zgartirar edingiz? Aslida bu kart blansh bizga berilgan, chunki biz har oy va har chorakda hurmatli prezidentimizga qo'yilgan vazifalarning bajarilishi holati hamda bizning fikrimizcha nimalarni o'zgartirish kerakligi bo'yicha chora-tadbirlar rejasi yuzasidan ma'lumot taqdim qilib boramiz. Для того, чтобы что-то изменить, что не совсем верно работает. Самое, наверное, что хотелось бы изменить, это понимание и видение госхозорганов в том, что Men o'zgartirishni xohlaydigan jihat davlat va xo'jalik organlari o'z tizimlarini alohida qurish, o'z idoraviy ilovalarini superab yasashga urinish kabi yondashuvni qayta ko'rib chiqish kerak. Aslida agar xizmatlar yaratilsa, boya aytganimdek, ular fuqarolar uchun qulay bo'lgan yagona va tushunarli tizimlar hamda servislarga integratsiya qilinishi kerak. для того, чтобы это было удобно гражданам. Siz IT sohasini 5-10 yildan keyin qanday tasavvur qilasiz? Biz O'zbekistonning IT sohasida ulkan salohiyat va iste'dodli yoshlarimizning katta imkoniyatlarini ko'ramiz. Огромный потенциал в нашей талантливой молодежи, молодые люди, которые сейчас... Hozir turli kasblar va yo'nalishlarda tahsil olayotgan yoshlar bor va ular orasida IT shunday yo'nalishki, biz faqat davlatimiz ichida xizmat ko'rsatmaymiz, xalqaro darajada ham xizmatlarimizga bo'lgan ehtiyoj oshib boradi. Не только внутри своего государства, а для нас стираются границы, и мы становимся востребованными. Biz uchun chegaralar asta-sekin yo'qolib bormoqda. Foizlarda aniq aytish to'g'ri emas, lekin mening fikrimcha 5-10 yil ichida IT sohasi iqtisodiyotga juda katta hissa qo'shadi. Va yana Kichik balandliklar iqtisodiyotda ham jadal rivojlanmoqda. Yaqin vaqtgacha biz avtopilotli avtomobillar yo'llarda erkin harakatlanishini tasavvur ham qila olmas edik. Hozir esa uchuvchisiz uchish tizimlari rivojlanishi bilan, ayniqsa agrodronlar 100 kilogacha yuk ko'tarib, dala ishlarida faol ishlayapti. Shu sababli kichik balandliklar iqtisodiyoti tez sur'atlarda rivojlanadi. Jumladan logistika va transport sohalarida ham. Yaqin kelajakda biz bu yerda bolalarimizga filmlarda ko'rganimizdek, o'shanda bizga fantastikadek tuyulgan parvoz qiladigan avtomobillarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. В будущем будем видеть летающие автомобили, как это было в нашем детстве в фильмах, и мы думали, что это только фантастика. tarmoq jadal rivojlanmoqda. Biz esa uning kelgusida ham gigabit tezlikda olg'a indamlashini tilaymiz. Suhbat uchun katta rahmat. Katta rahmat.